Chanoqson bo'g'imi og'rig'idan keyin inson hayoti butunlay o'zgarib ketadi. Ayrim bemorlar yura olmaydi, uxlay olmaydi, hatto paypoq kiyishga ham qiynalishadi. Lekin endoprotiz operatsiyasidan keyin ko'pchilik yana o'z hayotiga qayta boshlayapti. Bugun aynan shu mavzuda, ya'ni chanoqson endoprotizdan keyin inson hayoti qanaqa o'zgaradi? Shu haqida travmatolog ortoped shifokorimiz Umid Xudoyberdiyev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. Doktor, o'zi chanoqson bo'g'imini endoprotezlash nima? Chanoqson bo'g'imini endoprotezlash bu yemirilgan tog'a yuzasini olib o'rniga sun'iy bo'g'im o'rnatish hisoblanadi. Bu endoprotez butun umr qoladigan protez hisoblanadi, ya'ni organizmda qoladigan endoprotez. Bu koksartroz, son suyagi boshasining aseptik nekrozi, turli xildagi displaziyalar hamda chanoqson bo'g'imining turli darajadagi og'ir travmalarida amalga oshiriladi. Shunda endoprotezdan asosiy maqsad nima? Bunda asosiy maqsad bemorning shikoyati birinchi o'rinda og'riqni yo'qotish va bo'g'im harakatini tiklash. Ya'ni bemorni oldingi sog'lom turmushiga qaytarish hisoblanadi. Endi operatsiyadan keyin nimalar o'zgaradi? Shu haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak. Xo'p, bemor hayotida eng katta o'zgarish nima bo'ladi endoprotezdan keyin? Bemor hayotda eng katta o'zgarish bu og'riqning yo'qolishi va bo'g'im harakatining tiklanishi. Yurishchi? Yurish albatta o'zgaradi. Ba'zi bemorlar bor, umuman to'shakka yotib qolgan bemorlar operatsiyadan so'ng mustaqil ravishda yura boshlaydi. Endi bunga psixologik jihatdan qaraydigan bo'lsak-chi? Bu holatga psixologik jihatdan qaraydigan bo'lsak, bemorlarning ruhiy tomoniga juda ham plus o'zgarish, ya'ni yuqorida aytganda yotoqda qolib ketgan bemorlar o'zi mustaqil yura boshlagandan so'ng uning ruhiyati va asab tizimiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Endi operatsiyadan keyin eng muhim qoidalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bunda operatsiyadan keyin bemor asosan nimalarga e'tibor qilish kerak? Chanoqson bo'g'imi endoprotezlash, umuman endoprotezlash amaliyotlaridan so'ng shifokor tomonidan, ya'ni davolovchi va operativ shifokor tomonidan bemorlarga endoprotez haqida to'liq tushuncha va endoprotezdan so'ng bemorlarga qaysi tavsiyalarni berib o'tish juda muhim deb o'ylayman. Sababi vrachlar bu jarayonlarni har kun ko'rib boradi va yetarlicha ma'lumotga ega. Bemorlarda esa bu ma'lumotlar to'liq bo'lmaydi. Shu sababli birinchi o'rinda bemorga shifokor tomonidan yordam berilishi kerak. Endoprotezdan so'ng eng muhim narsalar esa quyidagilarni sanab o'taman. Birinchi o'rinda to'g'ri yurish. Operatsiyadan so'ng ma'lum vaqt oralig'ida bemorlar hassa yoki qo'ltiq tayoq yoki xadunat bilan yurib turadi va ma'lum vaqt o'tgandan so'ng o'sha 1-1,5 oydan so'ng o'sha tayanch vositalarini tashlab o'zi mustaqil yurish. Ikkinchi o'rinda esa operatsiyadan so'ng mushaklar faoliyati. Operatsiyadan so'ng mushaklar atrofiyaga uchraydi, ya'ni mushaklar kuchsizlanib qoladi yoki mushak massasi kamayadi. Shuning uchun bemorlar albatta operatsiyadan so'ng to'g'ri reabilitatsiya. Reabilitatsiya bu operatsiyadan so'ng bemorlarni qayta tiklanish jarayoni hisoblanadi. Reabilitatsiyaga to'liq e'tibor berish va o'sha oyoqning son va boldir muskullarini kuchaytirish, ya'ni kuchini oshirish eng muhim holat hisoblanadi. Uchinchidan esa infeksiyadan saqlanish. Infeksiya eng og'ir masala hisoblanadi. Agar bemor o'z vaqtida o'sha perevazkalarni amalga oshirmasa va vrach bilan aloqasi uziladigan bo'lsa, bemorning jarohatiga infeksiya tushish xavfi oshadi. Hamda bemorlardan talab qilinadigan narsa albatta bu shaxsiy gigiyena. Gigiyenaga e'tibor berish infeksiya oldini oladi. Infeksiyaning yana bir tarafi, agar infeksiya tushadigan bo'lsa jarohatga yoki endoprotezga, endoprotezni umuman boshqatdan almashtirish holatlari ham kuzatiladi. Shuning uchun infeksiya bu eng og'ir tema hisoblanadi. To'rtinchidan bu ortiqcha harakatlanish. Bemor o'z vaqtida harakatlardan saqlanish kerak. Ma'lum vaqt oralig'ida, misol uchun 3-6 oy davomida og'ir yuk ko'tarish yoki chuqur o'tirish, ya'ni tizzalash, cho'kkalash, mana bu harakatlarni bajarmaslik albatta shart. Sababi bu vaqtda mushaklar kuchsiz bo'ladi va qo'yilgan endoprotezga ortiqcha yuk tushadi. Endoprotezni joyidan siljitish yoki endoprotezni umuman chiqib ketish holatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli avval yuqorida aytganimdek mushaklarni kuchini oshirib, undan so'ng yuklamalarni oshirishimiz kerak. Hamda kundalik hayotdagi harakatlarni albatta vrach nazoratida amalga oshirish tavsiya etiladi. Endi bemorlar tomonidan yo'l qo'yiladigan eng katta xatolarga to'xtaladigan bo'lsak, odatda bemorlar operatsiyadan keyin qanaqa xatolarga yo'l qo'yishadi? Odatda bemorlar operatsiyadan so'ng
mutlaqo sog'ayib ketdim, bo'ldi endi protez qo'ydim, hammasi yaxshi deb o'ylaydi. Aslida esa operatsiyadan so'ng bemorga yuqorida aytganimizdek ortiqcha yuk, nagruzka va ortiqcha vesdan ehtiyot bo'lish kerak. Keyingi o'rinda esa reabilitatsiya mashg'ulotlarini o'z vaqtida boshlash va reabilitolog nazoratda amalga oshirish. Buni yuqorida ham ta'kidlab o'tdim. Reabilitatsiya mashg'ulotlarini o'z vaqtida bajarmagan yoki umuman reabilitolog bilan ishlamagan bemorlarda asoratlar ko'plab uchraydi. Hamda umuman reabilitatsiya qilmagan bemorlarda esa chandiqlarning hisobidan bo'g'imda turli xil harakat cheklanishlari yanada davom etishi mumkin. Ya'ni bu qismda normani ushlash muhim ekan. Ya'ni ko'p ortiqcha harakat ham qilmaslik kerak, lekin agar o'zini juda ko'p asrab qo'yish ham kerak emas. Albatta. Agar haddan tashqari ortiqcha ehtiyotkorlik ham operatsiyadan so'ng yetarlicha o'sha operatsiyadan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Yana muhim jihatlardan operatsiyadan so'ng bemorlar kam harakat bo'ladi, ortiqcha nagruzka qila olmaydi ma'lum vaqt oralig'ida. Lekin shu vaqt oralig'ida tana vazniga juda ham e'tibor berish kerak. Ortiqcha vazn bu endoprotez uchun minus hisoblanadi. Ba'zi bemorlar operatsiyadan so'ng davolovchi vrach bilan kontaktda bo'lmaganligi sababli kontrol rentgen yoki bemorni kontrol tekshiruvlaridan o'tmaydi. Natijada bemorlar shifokorlardan o'z vaqtida maslahat ola olmaydi. Bu ham endoprotezning keyinchalik turli xil asoratlariga olib kelishi mumkin. Endi ko'pchilik kuzatuvchilarimizga qiziq bo'lgan savol, ya'ni endoprotez odatda qancha yil xizmat qiladi? Endoprotezlar odatda 8-10 yil davomida xizmat qiladi deb hisoblanadi, ammo yetarlicha o'ziga e'tibor beradigan, ya'ni vazn ushlaydigan, reabilitatsiyani o'z vaqtida bajaradigan va shifokor bilan doimiy ravishda kontaktda bo'lib turadigan bemorlar 20-30 yil davomida ham xizmat qilib bera oladi. Ammo shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerakki, e'tiborsizlik, infeksiya va to'g'ri reabilitatsiya bajarmaslik va yana qayta travmalar bu endoprotezning umrini qisqartiradi. Ya'ni endoprotez xizmat qilish davri aynan mana shu narsaga bog'liq. Xuddi shunday. Endi operatsiyadan keyin bemorga nima narsalar mumkinligi haqida gaplashamiz. Xo'p, bemor operatsiyadan keyin normal hayotga o'zi qayta oladimi odatda? Albatta. Operatsiyadan so'ng yuqorida sanab o'tganimizdek o'z vaqtida kontrol hamda reabilitatsiya hamda infeksiyadan ehtiyot bo'ladigan bo'lsa, bemorlar 1-2 oy davomida mustaqil harakat qiladi. Ba'zida 6-8 oydan so'ng sportning yengil turlari bilan ham shug'ullana oladi. Ya'ni bu bemorga avvalgi hayot tarziga qayta olish mumkin bo'lgan eng yaxshi yechimlardan biri ekan, shunaqami? Albatta, lekin kasallikning darajasi va turiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikki tomonlama og'rigan bemorlar bo'lishi mumkin, ham o'ng ham chap tomonda yoki boshqa qo'shimcha kasalliklar bor bo'lgan bemorlarda bu jarayon biroz ko'proq vaqtni talab etadi. Demak, xulosa sifatida shuni ayta olamizki, endoprotezlash amaliyoti faqat operatsiya emas, balki yangi hayot boshlanish ekan, shunaqami? Albatta, chanoqson bo'g'imini endoprotezlash bu juda muhim amaliyot hisoblanadi va bemorlarni oldingi hayot tarziga to'liq qaytarish imkonini beradi. Bemorlarimizga shuni eslatib o'tmoqchimanki, jarrohlik amaliyotini albatta tajribali shifokorga ishonish, sifatli endoprotez tanlash hamda bemorlarning intizomi bu juda muhim hisoblanadi. Agar siz shu uchala narsaga e'tibor bersangiz, albatta ko'zlagan maqsadingizga yeta olasiz. Shu joyda o'zimga ham bitta qiziq savol bor. Ya'ni mana shu davrgacha nechta shu kabi operatsiyadan o'tkazgansiz endoprotezlash bo'yicha? Shu vaqtgacha 300 dan oshiq endoprotezlash jarrohlik amaliyotini mustaqil ravishda o'tkazganman. Bu suhbatimiz siz kuzatuvchilarga ancha foydali bo'ldi degan umiddamiz. Shu jumladan yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, ya'ni og'riq bilan yashashga o'rganib qolmang. Sababi hozirgi zamonaviy ortopediyada bu og'riqlardan qutulish imkoniyati mavjud. Agar sizga ham shu kabi amaliyotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Agar qanaqadir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring va biz va doktorimiz sizga maksimal darajada eng to'g'ri yechimlarni berishga harakat qilamiz.